Lorentz force simulyatsiyasi zaryadlangan zarrachaning magnit maydonidagi harakatini ko'rsatishga xizmat qiladi. Bu simulyatsiya elektromagnetizm bo'limidagi eng muhim fizik hodisalardan birini vizual tarzda tushuntiradi. Lorentz kuchi elektr zaryadiga ega bo'lgan zarracha magnit yoki elektr maydonida harakatlanganda hosil bo'ladigan kuch hisoblanadi. Ushbu kuch zarrachaning harakat yo'nalishini o'zgartiradi va uning trayektoriyasini egri chiziqli qiladi. Magnit maydonida harakatlanayotgan zaryadlangan zarrachaga ta'sir qiluvchi Lorentz kuchi quyidagi formula orqali aniqlanadi. F teng Q ko'paytirilgan V ko'paytirilgan B ko'paytirilgan sinus alfa. Bu yerda Q zaryad miqdori, V zarra tezligi, B magnit maydon induksiyasi, alfa esa tezlik bilan magnit maydon orasidagi burchakni bildiradi. Agar zarracha magnit maydonga tek yo'nalishda kirsa, Lorentz kuchi maksimal qiymatga ega bo'ladi va zarracha aylana bo'ylab harakat qiladi. Agar zarracha maydonga burchak ostida kirsa, uning harakati spiral shaklda bo'ladi. Simulyatsiyada magnit maydon odatda ekranda nuqtalar yoki strelkalar yordamida tasvirlanadi. Zaryadlangan zarracha esa harakatlanuvchi nuqta sifatida ko'rsatiladi. Simulyatsiya davomida foydalanuvchi magnit maydon kuchini zarracha tezligini yoki zaryad qiymatini o'zgartirib, harakat trayektoriyasining qanday o'zgarishini kuzatishi mumkin. Mana misol uchun bu yerda keltirib o'tilgan hammasi tezligi, tezlik burchagi hamda massasi keltirilgan. Bu yerda esa magnit maydonining induksiyasi, uning yo'nalishi keltirilgan. Shu orqali biz topishimiz mumkin. Magnit maydon kuchi oshirilsa, aylana radiusi kichrayadi. Zarracha tezligi oshsa, radius kattalashadi. Zaryad ishorasi o'zgarsa, aylanish yo'nalishi ham qarama-qarshi tomonga o'zgaradi. Bu simulyatsiya fizik qonunlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ayniqsa elektronlar va protonlarning magnit maydonidagi harakatini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega. Lorentz kuchi simulyatsiyasi ta'lim jarayonida ham juda foydali hisoblanadi, chunki o'quvchi formulalarni faqat nazariy emas, balki amaliy va vizual ko'rinishda ham tushunadi. Natijada elektromagnit hodisalar haqidagi bilimlar yanada mustahkamlanadi.